Jizzax viloyatining Zomin tumanida davlat arbobi va siyosatchi Qudratulla Rafiqovning Millat shavkati kitobi taqdimoti bo'lib o'tdi. Kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish, jamiyatda ilmiy tahliliy fikrlashni rivojlantirish hamda yosh avlod dunyoqarashini boyitishga qaratilgan sa'y-harakatlar izchil davom etayotgan bir paytda tashkil etilgan ushbu tadbir keng jamoatchilik tomonidan katta qiziqish bilan qarshi olindi. Davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek, agar biz bugun bolalarimizning qo'liga yaxshi kitob bersak, ertaga ular yangi O'zbekistonning buyuk kelajagini barpo etishga albatta qodir bo'ladilar. Bu borada prezidentimizning 2026-yil 15-yanvardagi aholi o'rtasida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish va kitob mutolaasiga bo'lgan qiziqishni oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori muhim qadam bo'ldi. Mazkur qarorga muvofiq 2026-2030-yillarda aholining kitobxonlik madaniyatini yanada yuksaltirish maqsadida bir kishining yil davomida kamida 10 ta kitob o'qishiga erishish ko'zda tutilgan. Har bir yurtdoshimizning mutolaaga uchun imkoniyat yaratish orqali 3-renessans to'lqiniga mutanosib ravishda kitobxonlik umummilliy harakatiga aylanmoqda. Bu ezgu tashabbus mamlakat miqyosida keng quloch yozmoqda. Jizzax viloyatining Zomin tumanida Shohruh nomidagi yangi kutubxonaning ochilishi bunga yorqin misoldir. Ushbu ma'naviyat maskanining foydalanishga topshirilishi katta voqelik sifatida fayzli bayramga aylanib ketdi. Tadbirda senatorlar, O'zbekiston qahramonlari, Vazirlar Mahkamasi, Fanlar akademiyasi, Yozuvchilar uyushmasi, Alisher Navoiy nomidagi Milliy kutubxona, Nuroniy jamg'armasi vakillari, olimlar, adiblar, yoshlar va Jizzax viloyati keng jamoatchiligi ishtirok etdi. Bu voqelik aslida ramziy ma'noga ega. Kutubxonalar endilikda mazmunan va mohiyatan faqat kitoblar saqlanadigan joy bo'lishdan to'xtadi. Bugun ular ijtimoiy hayotning intellektual markaziga aylanib bormoqda. Prezidentimizning milliy kitobxonlik harakati g'oyasi taniqli siyosatshunos, qator siyosiy publisistik nashrlar muallifi, senator, O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi raisi Qudratulla Rafiqovni ham ilhomlantirdi va u Zominda ana shunday ziyo maskaniga asos soldi. Shohruh nomli kutubxonaning tantanali ochilish marosimidan so'ng tadbir ishtirokchilari ushbu zamonaviy binoda yaratilgan sharoitlar bilan tanishdilar. Uning ikkinchi qavatida kutubxona joylashgan bo'lib, bu yerdagi alohida bo'limda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev asarlari taqdim etilgan. Bu shunchaki nashrlar to'plami emas, balki yangi O'zbekiston falsafasini, keng ko'lamli islohotlar g'oyalari va mamlakat kelajagiga daxldor strategik qarashlarni aks ettiruvchi o'ziga xos intellektual majmuadir. Butun mamlakatimizda muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan milliy kitobxonlik harakati boshlandi. Meni ta'sirlantirgan jihati shundaki, bu kutubxona millatni ma'rifatparvar farzandlar tomonidan tashkil qilingan. Bugun tom ma'noda yangi O'zbekistonni butun bir mazmun mohiyatini butun dunyoda e'tirof qilishiga sababchi bo'lgan juda katta bir kitoblari bilan hammamizni qalbimizdan bir joy olgandi. Ayniqsa mana shu tarixiy jarayonlarda prezident faoliyatiga bag'ishlangan va O'zbekistondagi bugungi siyosatni jahoniy e'tirofiga bag'ishlangan kitoblari e'tiborimizni tortib turgan manbalardan biri bo'lib turibdi-da. Mana bu kutubxonani Zomin yoshlariga tuhfa etilishi bu prezidentimizning milliy kitobxonlik harakati borasidagi tashabbuslarini juda ham bir go'zal ijobati bo'ldi deb o'ylayman. Bugun respublikamiz hayotida juda muhim voqea. Qudratulla Rafiqov shaxsiy kutubxona tashkil qildilar. Bu yoshlarimizni kitobga qiziqtirish uchun, ilm-fanga qiziqtirish uchun yaxshi o'rnak prezidentning siyosatlariga juda katta hissa qo'shdilar. Kutubxona fondi o'zbek mumtoz adiblari asarlaridan tortib zamonaviy adabiyot va jahon durdonalarigacha bo'lgan 50 mingdan ortiq bosma manbalarni o'z ichiga oladi. Bu hali boshlanishi xolos. Kutubxonaning elektron fondi doimiy ravishda kengayib, kitobxonlar uchun yanada ko'proq imkoniyatlarni yaratmoqda. O'zbekiston Milliy kutubxonasiga ulanish orqali kitobxonlar 10 milliondan ortiq elektron kitoblarning elektron versiyalaridan foydalanishlari mumkin. Shuningdek, elektron portal orqali dunyoning deyarli istalgan nuqtasidan turib kutubxona fondiga kirish mumkin. Demak, masofalar endi ahamiyatga ega emas. Prezidentimiz tomonidan respublikamizda kutubxonalarni qayta qurilishi, kutubxonalarni qayta ta'mirlanishi, modernizatsiya qilinishi bu faqatgina o'sha ommaviy kutubxonalar emas, balkim ta'lim muassasalarining kutubxonalari, aynan xuddi shunday shaxsiy kutubxonalarni tashkil etilishi kitobxon xalqimizni kutubxonalariga yana qaytishga, mutolaaga yana qaytishga bu sabab asos bo'lyapti. Shohruh kutubxonasi bilan O'zbekiston Milliy kutubxonasi shunday tashabbus boshlanganidan birgalikda hamkorlikda ishlab kelyapmiz. O'zbekiston Milliy kutubxonasi bilan integratsiya amalga
oshirildi. Ya'ni bu elektron resurslardan foydalanish, milliy kutubxonani barcha milliy bazalardan foydalanish bilan birgalikda, bu esa milliondan ortiq resurslar. Biz mana bugungi kutubxonani ko'rib, aylanib, kitobxonlar uchun yana bir imkoniyatni oldimizga bir maqsad qilib qo'ydik. Ya'ni bu milliy kutubxona orqali xorijdagi bugungi kunda yirik kompaniyalar, agregatorlar tomonidan yaratilayotgan ilmiy manbalarga, ilmiy nashrlarga obunasini ham yo'lga qo'yish Shohruh kutubxonasi keyingi hamkorligimizni mana keyingi bosqichlarda albatta amalga oshiramiz. Kitob javonlaridagi javohirlar tom ma'noda intellektual oltin fondning xazinalari, o'zbek adabiyotining mumtoz hamda zamonaviy namunalari, jahon durdonalari, ilmiy ommabop tarixiy asarlar, ensiklopediyalar hammasi bir zalda jamlangan. Istalganini tanlash va o'qish uchun qulay sharoit, chinakam kitobxonlik muhiti muhayyo etilgan. Biror bir manbani topib berishlarini kutish, navbatga yozilish shart emas. Bu ijodiy kayfiyatni rag'batlantirib, kitobga bo'lgan qiziqishni oshiradi. Bugungi kunda barchamiz bilamizki, prezidentimiz tomonidan kitobxonlik milliy harakat darajasiga ko'tarilmoqda. Kitobxon yoshlarimiz uchun juda ham katta imkoniyatlar yaratib berilmoqda. Misol uchun mana shu yosh kitobxon tanlovi, yosh kitobxon oila tanlovi, milliy kitobxonlik harakati, Zuko kitobxon tanlovlari bu yoshlarimizning o'zlarining bilimlarini, salohiyatlarini va kitobxonlik darajasini ko'rsatib berish uchun bir muhim maydon vazifasini bajaryapti deb o'ylayman va bugungi kunga kelib 26 nafar kitobxonlar prezidentimizning shaxsan o'zlarining sovg'asi avtomobil bilan taqdirlandilar va aynan mana shu yoshlar orasida men ham borman. Ya'ni 2026-yilda yosh kitobxon tanlovini respublika bosqichida 19 yosh toifasida g'alabani qo'lga kiritdim va prezidentimizning sovg'alari bo'lgan BYD elektromobilini Zominga olib keldim. Zominimizda kitobxon yoshlar soni yanada ortyapti-da. Zominlik yoshlar uchun yana bitta katta imkoniyat yaratildi. Aynan mana shu tumanimiz markazida ochilgan Shohruh kutubxonasi yoshlarimizni yanada kitobxonlikka targ'ib qilish maqsadida yo'naltirilgan yana bir qadam. Bu yerda hamma sharoit bor. U yana yoshlarimizning yangi yosh kitobxon tanlov g'oliblarini yetishib chiqishiga, yangi olimlarni, yangi shoir yozuvchilarni yetishib chiqishiga asos bo'ldi deb ayta olaman. Ushbu obyektning qurilishida barchasi shiftlarning balandligi, devorlarning rangi, javonlar, stol va stullarning joylashuvi inobatga olingan. Zomin tabiati aks etgan tasviriy san'at asarlari did bilan tanlangan. Xullas, hamma narsa bu yerga kirgan kitobxonni faqat mutolaaga chorlaydi. Majmua hududida 100 o'rinli o'quv zali, betakror kitoblar dunyosi bo'lsa, unga qo'shimcha ravishda Book Cafe, kitob do'koni, poligrafiya xizmati, intellektual bilimlarni rivojlantiruvchi texnologiyalar uyg'unligi kitobga bo'lgan muhabbatni shakllantiradigan va kuchaytiradigan mutlaqo boshqacha muhitni his qilish imkonini beradi. Kutubxonaning ochilishida ishtirok etgan mehmonlar, shuningdek, Zomindagi 60-umummilliy maktabida ham bo'lib, bu go'zal o'lka tarixi, ta'lim muassasasi hayoti haqida hikoya qiluvchi muzey bilan tanishdilar. Bu maskanda siyosatshunos, Oliy Majlis Senati a'zosi Qudratilla Rafiqovning Millat Shavkati nomli kitobi taqdimoti bo'lib o'tdi. Ushbu yangi nashr mamlakatimizning buguni va kelajagi haqida mazmunli muloqotga chorlovchi publisistik maqolalar to'plamidir. Ushbu kitob siyosiy yetakchilik fenomeni, davlat siyosiy irodasining kuchi va mamlakat taqdirida shaxsning tarixiy o'rni haqidagi mulohazadir. Muallif chuqur tahlil va publisistik mushohada orqali Prezident Shavkat Mirziyoyev siymosini uzoqni ko'zlaydigan dono siyosatchi va keng ko'lamli islohotlar tashabbuskori sifatida ochib berar ekan. Millat yetakchisining vatanga va o'z xalqiga sadoqati yangi O'zbekistonni shakllantirishda asosiy mezon bo'lganini tahliliy tarzda ifoda etgan. Ushbu nashr kitobxonga mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar mantig'ini chuqurroq tushunishga, yetakchining strategik qarorlari va yuz berayotgan o'zgarishlar o'rtasidagi bog'liqlikni, shuningdek, har bir fuqaroning vatan kelajagi uchun shaxsiy mas'uliyatini anglashga yordam beradi. Men uchun bugun juda ham hayajonli yangi O'zbekistonni me'mori, muhtaram davlatimiz rahbari, ta'lim olgan, ana shu orzularga qanot aynan mana shu joylardan berilgan, tug'ilib o'sgan joylarida bo'lish biz uchun juda ham katta baxt. Mana shunday bir ulug' insonni bergan Zomin ahliga, mana shu maktabni jamoasiga, mana shunday bir insonni tarbiyalab bergan ota-onalariga biz chin ko'ngildan ta'zim qilishimizga ijozat bergaysiz. Taqdimot marosimida so'zga chiqqanlar ushbu nashr keng kitobxonlar ommasining qalbidan joy olishi, chuqur mulohazalarga ilhomlantirishi hamda mas'uliyat hissi, fuqarolik burchi va vatanga bo'lgan samimiy muhabbatni mustahkamlashi haqida o'z fikrlarini bildirdilar. Bugun taqdim etilayotgan Millat Shavkati tarixda qoladigan kitob. Bu yerda muallif davrni shunday sharhlaydilarki, uni o'qigan kishi bundan oldingi davrlarda bu kunga yetib kelgunga qadar qanaqa davonlardan o'tganligini, qanaqa munosabatlar bo'lganligini, qanaqada qiyinchiliklar bo'lganligini va to'sqinliklar bo'lganligini juda katta siyosiy publisist sifatida ochib beradilar. Yuraging bilan, qalbing bilan o'qisang tushunasan. Bu kitobdagi har bir lavha bu bugungi
butun bunyodkorlik, bugungi go'zallik, bugungi tinchlik, bugungi omonlik osmondan tushib qolgan emas. Chunki uning ortida juda katta zahmat, juda katta mehnat, juda katta intilish bor. Mana shunga bosh qosh bo'lgan muhtaram prezidentimizni olib borayotgan odilona siyosati butunlaycha aks etib turibdi. Bundan odam g'ururlanib ketasan. Millatda ham shavqati, ham shoni. Bu inson qadri. Bu mana shunday insonni davlatimizga bosh bo'lganliklari, mamlakatda bo'layotgan o'zgarishlar, millatga, davlatga, yurtimizga shuhrat keltirayotganliklari har bir qadamlari qutlug' qadam ekanligini isbotlaydigan asar. Zomin uzra yangi kunning yana bir oqshomi Chor atrofidagi chiroqlarning mayin nuridan yorishdi. Unga hamohang zamonaviy kutubxonaning ziyosi ham boriladi. Bu zominliklar uchun o'zgacha kayfiyat baxsh etgan tarixiy kun taassurotlari yog'dusidir. Bugun bir necha soat avval ijodkor ziyolilarni, keng jamoatchilik vakillarini birlashtirgan, kitobxonlikka ruhlantirgan muloqotdan so'ng boshlangan oydin oqshom ramziy ma'noga ega. Bu nur endi kitob va bilim kuchini taratib turadi.